Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bugungi bevorimiz bir haftalarda tug'adigan qo'yimiz mana. Chiq. Qo'yimiz nima qilgan? Sho'g'lik qilib kataydan chiqib ketgan. Keyin bu yerda turgan bir 2 kg 3 kilogramm oshog'ni yeb qo'ygan. Shuni orqasidan suvni ichib olgan. Suv bilan oshog' qorinda reaksiyaga kirishib, guruch ishib ketgan, ya'ni og'ir bo'kish bo'lgan. Hozir qo'yimizni venoqon tomirlarga osmalar jo'natdik, kerakli ukullarni qildik. Teri ostiga mushagiga ham ukullarni qildik. Xudo xolasa qo'yimiz yaxshi. Agarda kimni uyida qo'yida shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, og'ir bo'kish bo'ladigan bo'lsa, tezkor yordam gastrolit preparati bor. Sariq rangdagi, o'shani 1 litrga tayyorlab, yarim litrni ichkizishni tavsiya beramiz. Qo'yimiz xudo xolasa yaxshi mana. Endi bu qo'yimizga bir kun suv ichkizmaslikda hamda yem bermaslikni tavsiya beramiz. Chunki og'ir bo'kish bo'lgan. Bunga quruq paya yoki somon, faqat quruq narsa berib turishni tavsiya qilamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Ishlarimizni boshlab oldik. Hammaga rahmat. Bundan zo'r kontentlarni xudo xolasa kelasi videolarda chiqaramiz. Istoriyalarda qo'yimizga quyilgan vena qon tomiriga quyilgan osma ukullarni qo'yamiz albatta. Kuzatib boring, like va podpiska bosing. Hammaga rahmat.